Jungo'nun bir yol bir belbog tashabbusi tanqidi. Növbəti Amerika Jungo paydo qilayotgan qizil raqamni hal qilish e'lon qildi. Amerika davval talab Soda urushida birinchi talab, Soda muhokamasida birinchi talab qizil raqamni hal qilish. Qizil raqam masalasi hal qilmasangiz bo'lmaydi. Shunga avval Soda urushi qo'zg'aldi. Aloqador tahlilchilarning oshkorlashicha, Amerika hukumati e'lon qilgan tunji qatimliq qimmati 500 milliard dollarlik import tovarlarning ichida nurg'unlari Jungo'da yasaldi 2025-yil. Yuqori texnikalik mahsulotlarni o'lchadi. Jungo'da import qilingan tovarlarning ichida masalan Jungo'ning plani 2025-yil. Jungo'da yasaldi 2025-yil degan plan bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Amerika bozoriga elib kirdirilgan. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlari bu mahsulotlarni tamoyilga baja qo'ydi. Siyosatda qo'shmosh hisoblangan. Bir taraf Amerika hukumatining Jungo'ning Amerika fan texnika sanoatiga mablag' solishini taklifladi. Masalan, bir savdo urushi atrofga ketyapti. Endi hozir Jungo Amerikada fan texnik taraqqiyot sohasiga, tijorat va ishtirok sohasiga mablag' solmoqchi edi, biroq Amerika buni chekladi dedi. Ikki tarafda qo'shmoshlik siyosat. Qo'shmoshlik chaq deganda, bu tarafga savdo urushi, bu tarafga fan texnika sohasiga mablag' solishga bo'ladi. Fan texnika sohasi Jungoni qorishab, yo'lni to'sib qo'ydi. Bu harakat savdo urushining muhim qaratmiligining oddiy savdo qizil raqamiga qartilmaganligini ko'rsatdi. Savdo urushining maqsadi oddiy savdo qizil raqami emas. Yerda gap nada ketyapti, fan texnika sohasi qartilmaganligini ko'rsatdi. Bugun fan texnika urushi allaqachon boshlangan bir ahvolda Prezident Trump vaqtga moslashtirib, bir yo'l, bir balvon siyosatiga qiyinchilik paydo qildi. Bir yo'l, bir balvon Jungo yetakchiligi iqtisod tartibi Amerika bu kerak emas. Amerikaning kelar qadamda Jungoning savdo tijorat makonini cheklaydiganligini ko'rsatdi. Demak, hozir Jungo savdo tijorat kengayib, qayerga bordi? Bu makon kengaymichiligi, makon jihati kengayish deb ataladi. Endi kelar qatim Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungoning savdo taraqqiyot makonini cheklaydi. Siz aldirab chiqib ketdingiz O'rta Osiyoga. Siz aldirab ketib qoldingiz G'arb Osiyoga. Hatto siz haydab chiqqan poyezdlar Londonga borib to'xtadi. To'xtab turib. Men shu vaqt dedimmi sizga vatandosh? Haqiqatan mo'jiza. Urumchidan qo'zg'algan poyezd Londonga borib to'xtadi. O'rta Yevropa, Sharqiy Yevropaga kirib to'xtadi desa, haqiqatan bu Amerika Qo'shma Shtatlari emas. Sizdek bizdek oddiy odamlarmi cho'chiymiz ey? Cho'chiysak. Hozir Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida mustamlik Uyg'uristonda Xotanga tortildi temir yo'l. Qashqarga tortildi temir yo'l. G'o'ja Qorg'os orqali O'rta Osiyoga chiqdi temir yo'l. Ichki Mo'ng'ul bilan tashqi Mo'ng'ul bilan Rossiyaga kirdi temir yo'l. Temir yo'lning muhimlik darajasi mustamlika imperiya sistemasidir. Mustamlika imperiya ijtimoiy siyosiy tuzumida intayin hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ham buning oddiy va nozik taraflari bor. Chunki temir yo'lning relslari yer tuproqning ustida yotadi. Endi yana bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida 7-oyning 6-kuni savdo urushi boshlangandan keyin nima ish yuz bergan desam, hurmatli vatandosh, masalan, Amerikaning purchoq bosgan bir parxodi, yuk parxodi Dalian porti yaqinlab kelganda Jungo hukumati ham Amerikaning mahsulotlariga boj qo'yishdi. Masalan, Amerika 34 milliardlik import tovarlarga boj qo'ysa, menmi Amerikadan kirgizilgan 34 milliardlik tovarlarga boj qo'yman. Deyish bilan bu uqtirishni chiqarib, Amerikadan purchoqqachilab Dalian portiga kelgan parxod yuk tushirolmay to'xtab qoldi. Arliqda Dalian port atrofida bu parxod
aylandı. Bugün endi şu 13-chi 12-chi kelganda bu parxod hozir Dalian portiga kirishga ruxsat qilindi va yuk tushirishga ruxsat qilindi. Buni davlat egiligidagi bir shirkat bu yuk qochilangan purshakni setib oldi. Qimmati $20 million. Bu parxodga qochilangan purshakning egirligi 70 ming tonna. 70 ming tonna yük parxodga qochilangan purshak Dalian portiga tushirildi. Hozir tor betlarda nima deyilyapti? Jungoning taslim bo'lish qadami boshlandi deydi. Mayli taslim bo'lish bo'lmasin, buni ikkinchi rat qo'yib turaylik. Lekin siz shuni bilib oling-ki, bu yezilik mahsulotlarining ichida Jungoning bozori bu purchaqqa intayin ehtiyojli ekan. Bu purchaqning ishlab chiqarilishiga, yemak-ichmak ishlatilish o'rni böyle Jungo uchun emas, tüm dünya uchun zarur va ehtiyojli ekan. O kadar Jungo rastlı torbetleri deyilgende teslim buluşunun birinci kademine taşıdı mı? Yaki pazar ihtiyacı çıkıydı Amerika purçaklarını düşürüşken yol koydu. Onu söylemedim. Ya Amerika'nın purçakları Dalyan portu kırdıydı. Endilikli yani bir haber, acayip bir kızık haber bunu anlatıyor hürmetli zaten. Nime deydi? Şanghay Cumhuriyeti Amerika'da kurulup bayrak çıkardı. Mavzulu haber 8. ayının 12. günü erkinlik vakit gezidi ilan kılındı. Haber, bundan başlar. Haber, bundan başlar. Mavzunu yani buraya koyuyorsun. Şanghay Cumhuriyeti Amerika'da kurulup bayrak çıkardı. Mavzulu haber 8. ayının 12. günü erkinlik vakit gezidi ilan kılındı. Haber, bundan başlar. Şimali Amerika rayonida en çoğun gazet hesaplangan dünya gazeti. 8. ayının 10. günü Xitay tilida nashr qilinadigan gazet. 8. ayının 10. günü Washingtonda Shanghai Millat Partiyasining ilanını ilan qildi. İlanda bu partiyanın 7. ayının 18. günü New York shahrida qurilganligini, büyük birlik keltirishga qarshi turish, Shanghayliklar Shanghayni boshqarish, umumyuzlik g'arblashish bu partiyaning bosh birinchisi, ya'ni maksimum programmasi ekanligini e'lon qildi. Nima deydi? Shanghai Millat Partiyasi yoki Shanghai Cumhuriyetini quradigan Shanghai Millat Partiyasi 7. ayının 18. günü New York shahrida qurildi. Bunun maksimum programmasi nima? Büyük birlik qarshi turish. Masalan, Xitoyning Datong Tianshan, davlatning birligi Rojatong, moshundaq birlikka qarshi turish. Shanghayliklar Shanghayni boshqarish, umumyuzlik g'arblashish. Bu partiyaning maksimum programmasi. O'ng tarafda bir qanday Shanghai mustaqillik talab qilyapti 2014 yildan boshlab. Endilikda buni Shanghai qo'shildi. Shanghai mustaqillik talab qildi emas. Bu tez vaqtda 7. ayning 18. günü New York shahrida Shanghai Millat Partiyasining qurilganligi, shunday Shanghai Cumhuriyetining qurilganligi. Shanghai Millat Partiyasi yani Shanghai Xalq Partiyasi deb ma'lum. Alaqadar Twitter'da Shanghai mustaqillik qarshisini qanot yaydurdi hamda har qaysi millatlar mustaqilchilarining bu partiyaga a'zo bo'lib qatnashishga qarshi oldi. Sen Jungo'da mustaqillik talab qilayotgan har qaysi millatlar, masalan Tibetlarning, Uyg'urlarning, Shanganlarning, Tayvanlarning deganda har qaysi millatlarning mustaqillik talab qilgan shart, mustaqillik talab qilganligi millatlarning a'zo bo'lib bu partiyaga qatnashishini qarshi oldi. Alaqadar Twitter'da Shanghai mustaqillik qarshisini qanot yaydi, qatnashishga qarshi oldi. New York shahrida Jingni bilan dabalash bir doktor ekan, bu tashkilotning qurg'uvchi yoki buning mas'ul kishi. He Anchuan ekan ismi. Ichki jihatda bu partiyaning mas'uli bo'lib belgilandi. He Anchuan. U bugun Shanghai Cumhuriyetining davlat bayrog'ini ilonda ko'rsatdi. Karikatüra sızgıça ilan belgende surat bilen beripti. Karikatüra sızgıcı Wang Ming efendi manda karikatüra sızgıçtı. Okeanda ketayotgan zor bir parxod.
o parxodun kayni tarafından başladı denizge yakın okyanus çöküştü başlattı. Onun yan tarafında bir küçük kime o parktan ayrılıp çıktı. Onun bayrağı da Şanghay Cumhuriyeti. Yani Şanghay Millet Partisi degan üyesi çoğun parkot denizge çöküp atıdı. Küçük kime ona ayrılıp çıkıp atıdı. Yani Şanghay bölünüp çıkıp atıdı. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hazır çöküp atıdı. Zayıflaşıp atıdı. Zaval yüzden de. Şanghay Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti degan bu hükümet bu memuri birleşim bölünüp çıkıp atıdı. Karakotra size resim başında sızılan. Yani bunu karikotura degilim olmaydı. Çünkü bu icabi fikirken icabi fikirge yazılgan surattan özü karikotura değil olmaydı. Her şey olmaydı. Bu icabi buluşlar. Sonra sizilen biz bu resimli bu suratta hem icabi düşünüşümüz gerek. Yani bunun gayet çıkıvatkan parxotu yazılgan isim China dep yazılıptı. Çökütüvatkan parxot ve China dep yazılıptı. Resimde bizde ne karışımına bence bunu lompayla gidip göğsünüz bunu göğsünüz değil mi? Çoğun parxot çıkıvatıdı. Küçük kime barhansırı yıraklar getivatıdı. Vallahi dünyanın işleri mandaslı. 2014'ünde Şangay çıktı. Emniyeti bile 2018'in 4 yıldır ki New York'ta 7. ayının 18. günü Şanghay Millet Partisi kuruldu. Şanghay Cumhuriyeti kuruldu. Wen Chan degan kishi bunga mas'ul bo'ldi. Mana mesela ilan qilindi. Endi BDH yig'inidan bir jiddiy xabar. Jungoda yasaldi 2025 yil. Herkes yol qo'ymaydi. Deyildi mavzuda xabar 8. ayının 13. günü olmagiz ilan qildi. Növbette bundaq bir xabar tarqaldi. Biz dedi, buni diqqat qiling, hozir oxirida muhokama qilamiz sizlar. Nima dedi? Hozir prezident Tramp kechiringlar,